Assalomu alaykum. Mana Qibray tumani Chinobod mahallasidan 8 sotuvli xonadonimizni mana ko'rishingiz mumkin. Tashqi fasadlari chiroyligina qilib remont qilib qo'yishgan. Darvozaxona kiruvchimizni. Darvozaxonalarimiz ham mana kattagina. 2 ta 3 ta 4 ta mashina bemalol sig'adi. Mana bu yoqda hovliligimiz. Bu yog'imizda 4 sotuvli xonadonimizda 4 sotuvga uy tushirilgan. Mana xonalarimiz birinchi etajda 3 ta, ikkinchi etajda 4 ta xonamiz bor. Bu yoq oshxonamiz, kladovkamiz bor. Orqa tarafida yana 4 sotuvli yerimiz bor. Uni yer hisobida berib borishadi. Mana bu yoqda mana xonalarimizning soni. Endi mana kirib ko'ramiz xonalarimizga. Kladovkamiz, bu yoqda oshxonamiz. Mana kladovkalarimizni ham chiroyli qilib qo'yishgan. Mana remont jarayonlari ketyapti. Bu yoq mana kuxnyamiz. Kuxnyamizda ham mana chiroyli qilib qo'yishgan. Remontlar qilib, mebel texnikalar qo'ysanglar bo'ldi. Bu yoq tarafi o'zi mana birinchi etaj. Birinchi etajimizda mana remont bo'lyapti, hozir bo'tam. Mana xonalarimiz. Ichkarida yana ikkita xonamiz bor. Tepa qavat, birinchi qavatimizda hojatxonamiz bor, ikkinchi qavatimizda namozxonamiz. Bu yoqda yana ikkinchi qavatimizda xonalarimiz soni. Mana ikkinchi qavatimizga kirib kelishimizda mana o'ng qo'limizda sanuzil bilan mana tualetimiz. Yana bu yoqda mana kattagina spalni zal o'rnida ishlatsanglar ham bo'ladi. Mana detskiy xona o'rnida ishlatsanglar bo'ladi. Mana bu yoqda katta holimiz bor. Bu yoqda ham bitta xonamiz bor, yopib qo'ygan. Mana kattagina zalimiz ikkinchi etajda. Anchaga kattagina joyimiz bor. Mana xonalarimiz juda ham shinam, chiroyli, Qibray tuman. Narxi 180 ming.